Hey, barchaga yutmoqlar, Minecraft. Bugungi videomizda biz maktab seriali 3-qismini olamiz. Video boshlashdan oldin kanalga like bosib, obuna qo'yinglar. Hammamiz ketdi. Hozir men betga rasm qo'ydim, yangi rasm. Keyin mana betdagi televizorni bilasizlarmi? Har doim narsa ko'rib o'tiraman. O'sha televizorda ham sotib oldim. Endi ketdik, endi maktabga o'qishga borishimiz kerak. Bisiklet tezroq yurish kerak. Ay. Iltimos, bu videoni ham maksimalniy birovlarga tarqatib, obuna bo'ldirsizlar. Men shu qishni oxirigacha 200 ta bo'lmoqchiman. Qani bo'lsam, kiramiz. To'q. Kirishga mumkinmi? Ha, kiror. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Tezroq o'tir. Hop. Ay. Tezroq o'tirish kerak. Bugungi darsimiz matematika. Tezroq matematika, ruchka daftarlariga olinglar. Hop, ustoz, hop. Ustoz, o'tgan safar test yechgandik, o'shani tekshirmaysizmi? Ha, okey, keyin ikkinchi qavatga ketaver. Hop. Ne? Ana ustoz. Ha, mayli, keyin tushayotganingni olib ketasan. Hop, ustoz. Endi ketdik tepaga. Hozir hojatga kirib chiqay, hech kim yo'qmi? Hojatga kirib chiqamiz. Hech kim yo'q. Tezroq ketdik. Bo'ldi. Hozir katta tanamiz. Men bufetga kirib ovqatlanib olishimiz kerak. Ovqatlanaman. Nima yerda o'tirib. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima ishda o'tirib dars yeymiz. Ana qornim ham to'yib oldi. Endi ketdik. Picha derazadan qarab o'tiramiz. Endi xonaga kiraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tezroq o'tir. Ana men uyim obunachilar. Ana ustoz o'tirdi. Boshqa sinfdoshlarni ham chaqirdi. Bu cho'p tezroq. Hop. Tezroq. Tezroq chiqish kerak, tezroq. Hey Jamol, tezroq xonaga kir ekan. Ha. Ustoz chaqiryapti, tezroq kir. Ustoz, Jamol chaqirib keldim, kelyapti. Ha, bugunga sen ketaver. Hop, ustoz. Ay. Hayır ustoz. Mayli bo'pti. Tezroq ketish kerak. Qani bo'lmasam, kiramiz xonaga. Ha, ustoz, daftarimni berasizmi? Ha, olaman. Hozir baho qo'yib olay. Hop. Ustoz, olaveraymi? Ha, olaver. Ketdim. Hayır ustoz, yaxshi dam oling. Ha, mayli bo'pti. Endi ketdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketdik. Do'stlar, mening mashinam bor edi 2-qismda. Hozir u mashinamni ham sotib olib, xullas, o'sha pulni ham dadamga berib yubordim. Dadam bilan oyim
shaharda yashaydi. Meni ba'zida ko'rib ketadi. Endi uyga kiramizda. Qornim to'q. Televizor ham yo'q, tayyorgarlik. Ularni sandiqqa solib qo'ying. Bilan buni sandiqqa solib qo'ydim. Endi mazza qilib uxlab olaman. Voy, belim og'rib qoldi. Cho'ta. Net yotvorpan. Ay. Skeletlar. Ko'chaga qaradim. Endi bugun yo'q. Maktab yo'q. Chunki kecha maktab tugagan. Bugun yakshanba, kompyuterxonaga borib kelaman. Ketdim endi. Kompyuterxonaga, oy, maktabda o'tib ketaman. Hey. Maktabxonaga debman. Maktabga kirganda ularga yakshanbada o'qishmagan. Oho, teshiklari kimdir ochib yubordi. Assalomu alaykum, Botiram aka. Alaykum assalom. Kompyuterga keldingmi? Ha. Botiram aka, hozir. Ikkita temir bersam necha minutga yoqasiz? Ikkita temirmi? 20 minut bo'ladi. Xo'p. Hozir. Ana, ikkita bor ekan. Ne? Botiram aka, yo'qoling endi. Ha, bo'pti. Birinchisiga o'tir, yoqdim. Endi birinchisiga o'tirib olamiz. Hoppa. O'tgan safargi o'yinimni davom ettiramiz. Yo'q, siz sichqonchasi yo'q ekan. Sichqonchasi. O'sib o'tiramiz. Davay. Tezroq. Tezroq. Bo'ldi, vaqt tugadi, tezroq chiq. Xo'p. Rahmat, Botiram aka. Mayli, bo'pti. Endi ovqatlanishga boramiz. Ovqatlanishga ketdim. Nima qilamizda? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima olasiz? Menni qo'shtiring. O'ldirib qo'ydim, obunachilar. Endi falsafa qo'yadimi ekan? Ay. O'ldirib qo'ydim. Hey. O'tgan safar nasab ketgan ekanman. Emas. O'ldirib qo'ydim, obunachilar. Endi nima bo'ladi? Tezroq ketamanmi? Odam o'ldirib qo'ydim, obunachilar. Hali maktab bolasiman. Yo'q, obunachilar, odam o'ldirib qo'ydim. Lekin hali men maktab bolasiman. Yo'q. Voy, obunachilar, nega unaqa qildim? Nega unaqa qo'ydim? Voy. Vahimaga ketaveryapti. Hozir politsiya kelib turib olib ketib qolsa meni. Qani ichkariga kiraychi. Bilmasammi? Voy, menda nima bo'ldi? Qani ko'rakchi tushib. Voy, politsiyaning ovozimi obunachilar. Politsiyaning ovozi yo'q. Voy, menda odam o'libdi. Voy de, kerak jinoyatchini. Qani, mashinaga o'tiraychi. Voy, hozir obunachilar hozir kelib qolsa. Voy. Obunachilar odam o'ldirib qo'ydim. Voy. Voy, menda qani odam bor ekan. Taqlab ko'raychi. Voy, yashirinishim kerak, obunachilar, yashirinishim kerak. Doq. Kim u? Politsiyaman. Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Naryoqda odam bo'lib qolibdi. Sizni anaga borishimiz kerak. Qaysi soharaga tekshiramiz. Hozir men qo'limdagi narsani tashib qo'ying. Ketyapman. Keling mashinamga. Xo'p. Voy, o'g'lashlar, nima qildim? Yo'q, haydavering. Voy, endi tergovxonaga ketyapmiz. Bitta politsiyaxona bor edi. Endi pishdim. Endi qamoqqa necha kun, necha yildir qolaman. Sizga mashinani. Tushdim. Orqamdan yuring. Xo'p. Telefoningizga kiring. Bir boshida gapiring. Bir boshida gapiring, qanaqa. Xullas, men o'sha yerga borgandim, keyin nima bo'ldi-da, keyin ovqat olmoqchi edim, o'sha oshpaz qochib turmadi. Keyin bitta urganim o'lib qolibdi, shunaqa bo'ldi. Nega urasiz meni? O'lib qolibdi, qochib turmadi, men narsa olmoqchi edim. Aybingizga amal qilasizmi endi? Endi necha yilga menga qamoq jazosi berasiz? Shu 1-2 yil beraman. Haydi. Ariza yozing endi. Xo'p. Hozir varaq beraman. Xo'p. Mana sizga ariza varaqi. Ana aybingizga qilib yozing. Xo'p. Hozir yozib beraman. Xullas, mana yozib bo'ldim. Qani meningcha? Mana. Ana o'qib qaraychi. Boshqaroq qilmang, bo'ptimi? Xo'p. Yuring, qaboq qarang endi. Qaysi biriga kiring? Birinchisiga kiring, birinchisiga. Voy, qop-qorong'i xona. 1-2 yildan keyin ko'rishamiz. Xo'p.